meni qadar, bu menda yozilgan ekan deyish ovunishdan boshqa narsa emas. Lekin taqdir insonni o'zini qo'lida. Biz taqdir deb aytadiganimiz anglamasak ham inson umrini o'tkazishi mumkin bo'lgan bir yo'l chiziq. Biz bilan birga qush ham yashayapti, hayvon ham yashayapti, o'simlik ham o'syapti. Bir insonni bir xonaga qamab ovqat bering o'lib qolmasligi uchun, zerikmasligi uchun kino qo'yib bering, yashaydi. Maqsadsiz ham yashash mumkin inson. Vujud yashaveradi. Ana shu taqdir. Va eng sodda bir ko'rinish desa ham bo'ladi. Dumalab kelgan kalla dumalab katta bo'ladi va omonatini topshiradi. Anglashni, ilg'ashni, hayotni maqsad va tajribalarga bo'lishni o'rgangan odam uchun taqdir qo'lida va hamisha uni sifatlashtirishi mumkin. Taqdir kaftdagi chiziqlarga o'xshaydi. Xohlasangiz bu yo'ldan keting, xohlasangiz bu yo'ldan keting. Hammasi taqdir. Hammasi sizda bor yo'l. Lekin eng oson yo'l ham bor. Hech narsani tanlamasangiz, o'sha taqdirni yashab o'tasiz. Lekin siz tanlov qilishni, anglashni, ilg'ashni boshlasangiz, ongda yashashni boshlasangiz, sizda yo'llar ko'payadi va tanlov o'z kuchi bilan yangi taqdir yaratadi.